Er va xotinning nomiga hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulklar umummulk sifatida baholanadi va nikohdan ajratilayotgan vaqtda bu mulklarga er va xotin umumiy mulk sifatida da'vo qilib, ulush ajratish bo'yicha murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida ko'plab savollar kelib tushadi, ko'plab murojaatlar kelib tushadi bizga. Oylik kodeksining 25-moddasiga asosan hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulklar er va xotinning shaxsiy ekanligi belgilab o'tilgan. Ammo tomonlarga hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulklarga er yoki xotin o'sha nizolashayotgan, da'vo qilayotgan tomon shu mulkni yaxshilagani, ya'ni qandaydir mablag'lar sarflab qaytadan uy-joy qurgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam kapital ta'mirlash xarajatlarini qoplab bergan bo'lishi mumkin. Shu asoslarni taqdim etadigan bo'lsa, bu mulkni umumiy mulk sifatida baholanishi mumkin va hududiy fuqarolik sudiga murojaat qilgan holatda bu masalani nikoh davomida orttirilgan birgalikdagi mulk sifatida topish to'g'risida da'vo ariza kiritib, o'zini ulushini erga yoki xotinga hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulkdan ulush ajratilishini talab qilishi mumkin. Agar bunday asos va dalillar bo'lmaydigan bo'lsa, da'vogarni kiritgan da'vosi, ya'ni ulush ajratish to'g'risida kiritgan da'vosi sud organlari tomonidan rad qilinadi. Lekin ana shu hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulkda nizolashayotgan taraf ko'pincha ayollar bu masala bo'yicha murojaat qilishadi. Agar ulush ajrata olmasam, bu mulkdan qandaydir imtiyozim bormi foydalanishga, yo bo'lmasam mulkdor er yoki xotin keyinchalik chiqarib shu mulkdan yashash huquqidan mahrum qilishi mumkinmi degan savollar ham kelib tushadi. Uy-joy kodeksining 32-moddasiga asosan agar shu hadya va meros tariqasida rasmiylashtirilgan mulkda er yoki xotin o'sha da'vo qilayotgan tomon doimiy ro'yxatga qo'yilgan bo'lsa, chiqarib yuborishga haqli emas. O'sha mulkdor bilan teng ulushda foydalanish huquqiga ega hisoblanadi. Agar shu va shunga o'xshash masalalar bo'yicha sizlarga yuridik xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, malakali pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.